Bugun sizlar bilan shunaqa qarsildoz somsa tayyorlaymiz. Ishimizni osh xamir qilishdan boshlaymiz. Suv, tuz, un, qattiqqina xamir qoramiz. Xamirimizni 1 soatga tindirib, har 10-15 daqiqada turamiz. Nachinkamizga bilganingizdek, go'sht, piyoz va 1 dona kartoshka tuz sepib aralashtirib, marinovkaga olib qo'yamiz. Margaritoni maxsus somsa uchun tayyorlangan mahsulotidan foydalanamiz. Margarinni eritib, ilitib olguncha xamirimizni katta qilib yoyib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustiga eritilgan margarinni surib, imkon qadar zich rulet qilib o'rab olamiz. Odatda o'ralgan xamir eng kami 2 soat muzxonada turadi. Lekin meni qoyil qoldirgan margarinni qulayligi shundaki, bu yoqdan xamirimni o'rab, bu yoqdan yoyib, somsalarni tugib oldim. Somsa shaklini xohishga ko'ra dumaloq, 3 burchak, 4 burchak tugib olamiz va ustiga suv surib, kunjut sepamiz. Noto'g'ri eshitmadinglar, ustiga oddiygina suv suriladi. Oldindan qizdirilgan pechga solib 200 gradusda 1 soat davomida pishirib olamiz. Somsaga suv surilganini hisobiga kech qizaradi, lekin usti aynan qasir-qisir bo'lib chiqadi. Somsani ko'p pishirib oldik. Listi qanday tozalaymiz? Sizlarga 10 son usulini o'rgataman. Akvamarin parashogini solib, ustidan qaynoq suv quysak, 5 daqiqada masala hal. Listimizni yeb-yangi bo'ladi qo'yadi. Endi sizlardan bitta kichkina iltimos, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.